Bugungi kunga kelib, kutubxonalar faoliyatida katta ijtimoiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Kutubxona imijini ko'tarish, ma'naviy qiyofasini o'zgartirish, ijtimoiy salohiyatini oshirish, jamoatchilik orasida kutubxonalar mavqeini ko'tarish maqsadida talaygina ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, har yili Infolib O'zbekiston milliy axborot kutubxona haftaligi o'tkazilyapti. Uning doirasidagi tadbirlardan biri Qibray tumani 30-sonli umumta'lim maktabida tashkil etildi. Yoshlarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, ularning intellektual salohiyatini oshirishni maqsad qilgan ushbu tadbir munosabati bilan ta'lim dargohida o'quvchilar ishtirokida bayram dasturi tashkil qilindi. Unda kichik va katta sinfdagi yigit-qizlar faol ishtirok etib, o'z iste'dodlarini namoyon etdilar. Mana bugun maktabimizda kitobxonlikni targ'ib qilish bo'yicha kichkina tadbir tashkil etildi. Bu bejizga emas. Bilamiz, 31-oktyabrdan 4-noyabrgacha butun O'zbekiston bo'yicha axborot resursi, ya'ni kitobxonlik haftaligi o'tkazilyapti. Mana shuni boshlash maqsadida bizning tumanimizda, bizning maktabimizda tashkil qilishdi. Badiiy adabiyotga ixlos qo'ygan, kitobni sevgan insondan hech qachon yomon ishlar chiqmaydi. Bu bilan bizning maktabimiz kutubxonasida ham yosh kitobsevarlar to'garaklar tashkil etilgan. Mana 5 tashabbus doirasida ham maktabimizda kitobxonlik bo'yicha juda ham ko'p tadbirlar, tanlovlar o'tkaziladi. Mana shularning biri bugungi tadbirimiz deb aytsak ham bo'ladi. Maktabimizda bugun kitoblar ko'rgazmasi tashkil qilindi. Bunga albatta ota-onalarimiz, o'quvchilarimiz, mahalladagi fuqarolarning hammasligini taklif qilganmiz. Albatta o'zlarining farzandlariga kitoblar sovg'a qilishadi degan umiddamiz. Haftalikda tumandagi barcha axborot resurs markazlari hamda kutubxona xodimlari faol ishtirok etdilar va ular ishtirokida seminar-trening tashkil qilindi. Unda o'quv mashg'ulotlarida kutubxonalar faoliyatini yanada takomillashtirish yuzasidan tavsiyalar berildi.